Assalomu alaykum do'stlar. Hozirda Hikvision brendidan yangi PTRZ kameramizni ko'rib o'tamiz. Kameramiz 4 hamda 6 megapikselli qilib ishlangan. Ko'rib o'tamiz. Kameramiz dizayni yangi zamonaviy ishlatilgan. Kameramiz PTRZ qilib ishlangan. Bu degani PTZ ni bilib o'tasizlar. Ya'ni bu zoom'i bor. Zoom'i buni 25 kratli bo'ladi. Ya'ni 25 marta yaqinlashtirib beradi. R harfi qo'shilgan sababi bu kameraning o'zi ichida 360 gradus aylana oladi. Ya'ni bu degani siz web interface, HikConnect va HikPartner Pro orqali sozlashingiz imkoniyatiga egasiz. Hamda kameramizda ikki tomonlama aloqa bor, dinamik mikrofonlar o'rnatilgan. Keyin AccuSense tizimi bor. Bu degani odam va transportni ajratib berish. Ko'rib o'tamizki, kameramiz multifunksional bo'lganligi uchun binoning ichki va tashqi joylariga o'rnatsangiz bo'ladi. Turli xil ob-havoda chidamli qilib ishlatilgan, ya'ni IP67 qilingan. Kameramizni distributor dildilarimizdan so'rashingiz mumkin. Hamda unutmang, bizning Hikvision kanalimizga obuna bo'ling. Rahmat.